turaversin. Ismat polvonni o'g'illari shu yerdami? Doniyor aka, keling aka bitta. Ismat polvon bizani Ahmad polvonlarni yetalab yurganlar. Ular ham joylari jannatda bo'lgan bo'lsin. 3 somon pul beribdiki, bir zo'r polvonga qo'yasiz deb. Mayli akajon, xush kelibsiz. Zo'r polvonga qo'yaman. Bir to'xtatinglar o'rtani, o'y. Xalq tomosha qilsin. O'rtani to'xtatib o'ldiringlar. Chiroyli kurash bo'ladi. Allah bak. Safarali polvon Qo'ybondan, Dadaxon polvon Choroqdan Muhammad polvonni nomlarini qo'yilgan. 5-6 ta kurash bo'ldi. Bir serka 100 somon. Amin. Allohu akbar. Ey, o'sha Bobur Shohga bitta topinglar. Ha, joningdan. Ha, u kalti boqay. Fahriddin nima bo'lar berdi aka? Boburga qo'yaylik. Fahriddinni. Yo'q dedi. Hammalaringni. Aralaringdan birontadan kam bo'lmasdan mana shu Muqro qishlog'iga 28-kuni mana shunday musobaqaga hammalaringni taklif qilamiz. Rahmat akajon. Salomat bo'ling. Bilmay hoji bilmay. Ya qalding ana. To'yroqoni kim? To'yroqo. Ro'molni katta qilib bering. Kimga xudo bersa. Asiyaga ham nozlanadi shular. Yerdas polvon Choroqdan Nurullo Dalyon. Ikkalasiga alla berdi aka. Bir palos 50 somon oldiring. Alloh. Safarali Qo'yborik Alpomish polvon Choroqdan. Ikkalasiga o'zi bu Muhammad polvon ixtan sirka qo'yuvdimmi? Bir televizor 100 somon. Amin. Alloh akbar. Bo'ldi. Ana shu Bobur Shohga bitta topib, Bobur Shohga bitta topib kelinglar, polvonlar. Boshqa kurash qo'shmay turasizlar. Ana shu Bobur Shohni qo'shamiz tamom. Keyin gaplashamiz, maylimi? Tojibek juda o'yib olmayman deyaptimda. Tojiddinga men bo'lmaydi. Oldirma olib kelmanglar. Mana shu kurash bir xillik bo'lsin. Men e'lon qilganman Andijonlik Azam polvonga. Bobur shunday berman, qo'shaman. Azam polvonga e'lon qilganman. Bir yaxshi so'lim qo'yaman, kelinglar. Yerdan suzdiga borib berganni qo'ydilaringmi? Uzalaqani o'g'lini qo'ying. Sudyalar o'qimay turinglar. Bir tomosha qilsin xalq. 5 minut vaqt, 5 minut. Kim Farg'onacha qilib qaytarma qilsa 50 somoni 5 minut vaqt, 5 minut. Zokir aka, bunaqa qo'ng'ir salqin yo'q, gapiring zamanda. Sulton polvon Qirg'izistondan, Ollaberdi polvon Shapskiy O'zbekiston. Ikkalasiga bitta Temirxon ginamidan 100 so'm. Amin.
Bo'ldi. Ey. Lar uchun bu odam Samg'ardan kelibdilar. Ey, baliqchini ko'rdingizmi? Qaydan bo'lsa kelib baliqchini qilaveradi. 100 somon pul beribdilarki, bir zo'r polvonga qo'yasizlar. Qo'yaman mana shu zo'rga. Ey, Azam, tur o'zingda. Azamjon. Ikkalasiga qaysi biriga xudo bersa-da. Rifat Beyning nomidan 200 somon berib bir zo'r polvonga qo'yasizlar, o'zi Rossiyada. Aziz do'stlar, bu polvonni yaxshi taninglar. O'zi otalari kelibdi. Ravshan polvonning o'g'li. Ravshan polvon juda ko'p zo'rlik qilgan. Hoji Akbar polvon Chorvoqlik, buni ham yaxshi bilasizlar. Juda o'ziga yaxshi resiga kurasha oladi. Ikkoviga bir to'y 500 somon. Amin. Allohu akbar. 200 so'm bozor nomidan. Bir to'y 700 so'm bo'ldi. O'ldiring. Jo'ra polvonning o'g'li avazda ko'p taksi haydaylar 100 somon beribdilar, bir zo'r polvonga qo'yasizlar. Aferin. Hoş geldin. Kim o? Bering solomada. Vaydilakov mana shu Istanbul bilan Savxoz Lenin payti, o'sha Soyuz vaqti Savxoz Lenin edi bizaniki. U odam birga ikkalalari nima qilganlar? Shofyorlik qilganlar. Dilovar polvonni, Iskandar polvonning otasi, Dilovar polvonning buvisi 100 somon beribdilarki, bir yaxshi polvonga qo'yamiz dedi. Rahmat Vaydilakov, umringiz uzoq, rizqingiz barobar bo'lsin. Zo'r polvonga qo'yaman, gapiring. Hammaydi. Mana shu baliqchini ko'p dedimki, Hoji Sayfiddinning o'g'li Farruxjon bor, hoji. Hoji Sayfiddin ham mashqqa yo'q qo'ydilar. 2 kun, 3 kun bilmayman, yo'q. Ana shu odamning o'g'illariga 100 somon Hoji Akbarning ustiga qo'yibdilar. 800 somon bo'ldi. Mang.